Bugungi videoda Minecraft, lekin biz mutantlarni bir-biriga qarshi urushtirib ko'ramiz. Hop, bizda birinchisi Allay. Aytgancha, men bugun bitta o'zim emasman. To'g'ri, o'yinda bitta o'zimman, lekin sherigim bor. Minecraft lekin mutantlar jangi. Desam men fakirga Minecraft sheriklik qilaman. Meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Topolmasanglar o'lib ketinglar. Aytgancha bitta gap fakir emas, faker. Hop, xullas birinchi jang. Bizda mutant Allay bilan mutant Ari. Nega bu kichkina? Bittada ko'p chiqardi. Tushunarli. Xo'sh, hakam kim yutdi? Allay g'alaba qozondi, lekin zahar bo'qni ham qo'ybermadi. Iltimos, men kanalimda so'kinmang, bro. Bo'q so'kilishmi? Haqoratliga. Tushunarlimi? Mayli, xullas. Onayni. Короче, men uni ushalmadim, yo'q qilolmadim. Muhimi, bizni tinch qo'ydi. Hop, mutant Ekru armad. Kim edi bu? Tikonlarni qaranglar sizlar. Wow, boget. Ali o deb yuradigan bratchiga o'xshashgan. Yo'q, ancha kuchli ekan. Davay, bos jigar. Nimalar shuni yoydi uni. Rostdan ham mana yutqizdi, boget ketyapti. Lekin yerda dabdalasini chiqardi. Mayli, hech yo'q. Mana u jon to'plarkan. Qarchi, bizda ayrim muammolarga ko'ra uzilish bo'ldi ataylabdan. Bunga sabablardan bittasi bo'lsa ayrim muammolar, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bizda keyingi raund mutant nima deydi? Mutant bat. Xullas o'sha ko'rshapalik. Unga qarshi Blaze. Hammalar bilsalaring kerak, olov otadigan. Men uchun Blaze yutsa kerak. Ketiga-ya? Yaxshi. Ketiga. Ko'rshapalik kristalik qilyapti. Lekin u kris emas-ku. Ya'ni chichqon emas-ku. Chichqonni qanotlisi, nima farqi bor? Bitta tishlayapti, yomon tishlayapti. Balkim yarimta joni ketaytirgandir Blaze'ni. Bilmadim. Yarimta yaxshiroq ko'rinadi. Ana bo'ldi. Wow. Chiroyli raqiblar, lekin endi ko'rshapalikning imkoniyati salga bo'lsa ham oshdi. Yog'i urib ketaymi? Blaze yutibdi. To'g'ri, qaysidir ma'noda. To'g'ri. Ko'rsapalik qochib ketdi. Ovoziga shqozmanda. Hop, endi batdan keyin ko'p arilarga qarshi g'or o'rgimchagi bu oddiy emas. Jinor. Hop, xullas. Hop, bizda birinchi raund tugadi. Bu birinchi raund emas, ya'ni birinchi faza tugadi. Endi bizga boshqa mutantlar kerak. Qanaqa, yana ko'p mutantlar qolib ketdi jangsiz. Rostdan ham. Lekin yo'q. Bular hisoblanishi kerak. Yo'q. Hop, bizda keyingi sezonda mutant Axolotlga qarshi Blaze. Menimcha Blaze yana g'olib bo'ladi. Menimcha ham. Yo'q, menimcha Axolotl. Nima uchun? Chunki u regeneratsiya kuchi bilan jonini ko'paytiryapti. Tushunursiz. Menga Blaze sizga kim yoqadi? Videoni ko'rib bo'lishdan oldin yana yozib qo'ying. Axolotl yana sakrashdi ham ekan. Hop, bu sizlar ham hozir jangga aralashib ketishi mumkin. Mana bu bilmasmiding? Lekin nima? Blaze o'ldi. Qanday qilib? Lekin meni Blaze
meni kechirib qo'yinglar, lekin bunaqa qilmasa bo'lmasdi. Nima bo'ldi? Men o'tkazib yubordim. Nima yandirdim? Aksolotl yutdi. Endi bizga boshqa mutantlar kerak. Xullas. Короче, bizda ikkinchi sezonda mutant qishloqi ham bor. Unga qarshi urushadigani mutant qorli golem. Ya'ni qorbola. Yo'q, yutadi. Javob. O'zi xom deyishidan ko'rinib turibdi. Yo'q, buni yana bitta kallasi bor aka. Kichkinagina. Unga qarshi bo'lsa sinov golem, ya'ni qor odam. Qo'lida magiya to'playapti. Wow. Ikkalasi ham qo'lda narsa to'playdiganlardan ekan. Qishloqqa qo'lda magiya to'plab olmoqda. O'tda bilizga o'xshayapti. Jallo. Faqat meni bitta narsa hayron qoldiryapti. Muz bilan olov ursa, muz olovni muzlatib qo'yadimi yoki olov muzni eritib yuboradi? Elik keldi. To'g'ri. Davay, bos qishloq. O'zi olib ketmasin. Qishloqqa ovoz berilgan bo'lsa, unda menga qorli golem. Nimaga deganda, uni magiyasi kuchliroq tuyuldi. Aytdim-ku. Men nima degandim? Meni gapim yo'q. Hammasi sizdan kuchli qishloq emish. Rasmga olinglar. Bizda qisqa tanaffus. Biz hozir sahna ortida kelishib bitta qarorga keldikki, yana qorli golemga qarshi faqat bu safar qishloqning o'rniga mutant spider. Ya'ni mutant o'rgimchak jallod nima qildi? Mayli. Xullas shunaqa va bu ikkita o'rgimchak nimaga kerak desalarni, unisi ko'k, ya'ni g'or o'rgimchak edi. Bunisi bo'lsa oddiy ko'rishga mumkin. Menga bo'lsa yana qorlana. Nima dedim? Yana uni yelkasi kulib turibdi va u orqasi bilan yuradi. Orqasini dumalatib yurib ketaveradi. Aytdim-ku. Yana bitta narsa jallo. Endi buni o'ldirish kerak. Men bu qorli golemdan kuchliman. Faqat kreativda. Yo'q, qancha ursam ham o'lmadi. Sahna orqasida qancha urganimni yonimdagi aka biladi. Urib qo'yib gapiray turgan gapini qaranglar. Lekin tushunmadim. Qiziq bo'lishi uchun aytdim. Qanaqadir sababga ko'ra bizda ozgina bug bo'ldi. Yozib olyapmiz degan joyimiz to'xtatgan joyimiz yurib qopti. Buni to'g'rilashni iloji yo'q menimcha, mayli. Xo'p, endi mutant Varderga qarshi mutant Sniffer. Men g'olib bo'lishini. Lekin bu Sniffer ham anoyi emas bo'lishi kerak. Sekin tushishini qaranglar. Uyalmaydi ya. Ancha adashmasam Sniffer. Snifferni baqirishib ko'rdilaringmi? Yo'q. Snifferga jang bering. Sniffer noldan kuchaygan, unga jang bering. Orqa fonda sinni o'ynayapti, e'tibor bermanglar. Nimaga ikkita? Boyagi jangda Sniffer yutdi, Vardenni qanaqa bilmadim, lekin Sniffer yutdi. Xullas bizda endi Snifferga qarshi
Farmageddon. Vizorni boshqachasiga o'xshar ekan. Qani, wow, uchirib yuborishini. Vizorni boshqachasi menga. Sniffer. Buni kalalari ham boshqacha yurar ekan. Wow! Chaqmoq o'tirib ko'ring. Mayli, xullas. Mana bu Farmageddon yutdi. Mana va nihoyat bizda o'sha tuxumlar bor. Nimaga shuncha arena qurib, arenadan ketyapsizlar desalar? Shunchaki orqamiz qichib qoldi deb. Hazil albatta. Shunchaki bildimki, moblarga vashcha farqi yo'q ekan chegarani. Ular buzib chiqib ketishar ekan. Korоче, mutant qishloqiga qarshi u mutant qishloqi. Mana oddiy zombi mutant. Birinchi zarbani mutant beryapti. Uchinchi zarbani ham, to'rtinchi zarbani ham, beshinchi zarbani ham oltinchi. Menga oddiy zombi. Menga ham. Yo'q, bittasini tanlash kerak. Qishloqini tanlaydi. Sen Hech qachon. hech qachon dema. Yo'q. Zombi qishloqni yutib ketishi ham mumkin. Qishloqni ko'ryapsizlar. Mana 2 ga 1. Endi bu ko'ryaptimi o'zi? Mana. To'xtanglar, buncha uzoqqa ketib borasizlar. Korоче, mutant zombi yutganini hamma ko'rdi. Ya'ni 3 ga 1 ga ham qo'rqmayapti. Xullas, endi bizda keyingisi mutant Creeperga qarshi mutant nima? Juju Steel. Animeni ko'p ko'radiganlar bo'lsa, ichimizda Jujutsu Kaisen animesi juda ham qiziq. Uni ko'rishni maslahat beraman. Rosta kamiga qiziq. Unda Gojo, Sukuna, shunga o'xshagan qiziq narsalar bor. Ya'ni animelar. Nima? Juju Steel? Wow, bu laboratoriyada o'zini o'zi zombiga aylantirgan odam bo'lsa kerak. Menga Jojo Steel. Bu ham Jojo Steel ekan. Menga Creeper mayli. Creeper, davay, yo'q qilini. Yo'q, Jojo Steel yo'q qiladi. Ana ko'rdingizmi? Creeper portlash bo'yicha hech balo. Mayli. Endi ikkita chempionni urishtirib ko'rsakchi. Lolmidan 16. Endi 2 ga 1. Menga yana Jojo Steel. Mayli, menga Creeperlar bo'la qolsin. Bu oddiy zombiga o'xshab umuman imkon bermas ekan. Endi 2 ga 2 bo'ladi. Yo, faqat bu emas, yo'q. Endi 2 ga 1. Yo, faqat bu emas, iltimos, yo'q, sabab kuchli bo'lishi kerak. Mayli. Endi mutant Drownedga qarshi mutant Witch. Wow, как раз bizga yomg'ir kerak edi. Mana buni ko'kirmoqda. Drowned. Davay, neydi? Menga Witch. Davay, yolmog'iz mutant. Davay.
Yalmog'iz mutant. Yalmog'iz mutant. Bu boks. Yalmog'iz mutant. Yo. Va yaxshi. Ya bu kraker. Yo'q, olmas ekan. Bu ma'lum. Mayli. Bitta chempionlar jangi. Juju stilga qarshi Drownet. Wow. Mayli, 2 ga 1 bo'la qolsin. Juju stil yoki Drownet? 2 ga 1 ketyapti. Menga Juju stil. Menga Yo'q, men tanladim. yo'q, men birinchi tanlagaman bu chempionni. Yo'q, Juju stilda hozirgina men tanladim. Yo'q, Jojo stil menga. Jojo Mayli, Juju stilda ona degizdiringlar. Ya. O'ylama, bu bitch bilan do'st Jojo stil. Jojo stil bitch bilan do'st bildirib qo'yinglar. Bitch emas, witch. Urushlar. Ha, shunda menovi Jojo stil qanaqadir jon to'playapti desa ham bo'ladi. Bularchi, bularingiz jon to'playapti. Damlama icharkan. Joni tanasi. Katta bo'lib turib, Mana. damlamaysa. Hozir jang boshlanadi deb o'ylayman. Yo, nima? Yo'q, mayli, Juju stil yutdi. Jojo stilni ta'did kizib qo'yaman kerakchi. Nima bunaqa qilasiz? Qani? Top 5 ta eng zo'r modlar chiqaraylik. Bundan keyin Qachon? hozir bundan keyin.